60 ming kishini ish bilan ta'minlab, yiliga 400 million dollar oylik to'laydigan samarqandlik milliarder Baxtiyor Fozilov haqida 3 ta fakt. Birinchisi, 1975-yilda Samarqandda tug'ilgan va 24 yoshida Ariel Group'ni ochdi. Bugun bu 1,5 milliardlik kompaniya O'zbek neft-gazning 90% burg'ulash ishlarini bajarib, 8 ta mamlakatda ishlaydi. Ikkinchisi, u 2012-yilda Enter Engineering'ni ochdi. Bugun bu 2 milliardlik kompaniya O'zbekistonning 70% yirik energetik loyihalarini qurmoqda. Koronavirus paytida Zangiotada davlat buyurtmasi asosida Covid shifoxonasini qurgan. 37 yoshida esa Sanekni ochib, mamlakat neftining 80%ni ta'minlay boshladi. Uchinchisi, Fozilov energetika bilan cheklanmay, turizmni rivojlantirish uchun 381 million dollarlik Silk Road Samarqandni qurdi. 2022-yilda Air Samarkand xalqaro aviakompaniyasini ochdi va Xokkey federatsiyasi raisi bo'lib, hattoki Xumarenani qurdi. Millionerlar haqida ko'proq ma'lumot olish uchun Millionerlar klubiga obuna bo'ling.